Jamiyat bosimi sizga kuryer bo'lib ishlash yoki bozorda arava surish uyatli ish deb singdirishga harakat qiladi. Lekin hech qaysi mehnat uyat emas. Kim nima desa demaydimi? Haqiqiy uyat qimirlamaslik, o'zingni rivojlantirmay, tizimni ayblash. Har kuni bir xil hayotda uyg'onib, kechqurun yana o'sha bahonalar bilan uxlash. Rostdanamdek, hammani o'ziga yarasha kechasi uxlatmaydigan orzu va rejalari bor. Ularni amalga oshirsangiz mayli zo'r, lekin erkakni yiqitadigan narsa yo'qchilik emas, uzoq davom etgan harakatsizlik. Tarixga qarang. Jamiyatni oldinga surganlar ideal sharoitni kutishmagan. Ular tayyor bo'lmagan, lekin qimirlagan. Miyada yangi yo'llar faqat harakat orqali paydo bo'ladi. O'ylab o'tirish bilan emas, reja tuzish bilan emas, amal bilan, qilish bilan. Dunyoga farqi yo'q. Vaqt baribir o'tadi. Sen qimirlasang ham, qimirlamasang ham. Farq shundaki, harakat qilmagan insonga hayot hech nima bermaydi, lekin hamma narsasini olib qo'yishi mumkin. Katta reja shart emas. Hayotni butunlay o'zgartirish ham shart emas. Hech bo'lmaganda bir kichik qadam, qoldirilgan suhbatlar, o'qilmagan kitoblar, borilmagan darslar. Kayfiyat kelishini kutma. Dushanba, yangi oy, yangi yilni kutma. Harakat qil, motivatsiyani o'zi keladi. Hayot kutganlarni emas, qimirlaganlarni eslab qoladi.